Yer yuzida eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri bu qaysi kasallik bilasizmi? Oddiy statistika sifatida aytishim mumkin. Umumiy kasalliklarning 40%ni tashkil qiladi. Bu hamma bilgan gemoroy kasallik. Gemoroy bu bo'ladi ichki, tashqi, ba'zan aralashtiriladi, ichki tashqi qo'shilib keladi. Gemoroy kasalligining bosqichlari bo'yicha 4 ta darajasi farqlanadi. Aynan sizda hojat payti qon ketish, sizda hojat paytida orqada yod jism borligi, tugullarning tashqariga chiqib qolishi bu gemoroy kasalligining belgisi. Hech qachon esdan chiqarmang, gemoroy kasalligida og'riqlar deyarli bo'lmaydi. Agar u og'riq bo'ladigan bo'lsa, unda bu boshqa kasallik. Ya'ni gemoroy kasalligining asorati bo'lishi mumkin. Ya'ni gemoroy kasalligining asorati nima? Bu asoratlari ko'p, eng ko'p uchraydigan turi bu tashqi gemoroyda yoki ichki gemoroyda bo'ladigan bo'lsa, tromboz berib qolish. Mana siz tasvirda ko'rib turgan tuguncha bu tromboz holati. Ya'ni uning ichida laqtaqon qotib qolgan bo'ladi. Natijada bemorga og'irlik, diskomfort, yoqimsiz holatlarni vujudga keltirishi mumkin. Balki sizda ham gemoroy kasalligi bo'lishi mumkin. Bu narsani oddiy proktolog ko'rigida tekshirib, bor yoki yo'qligini aniqlashtira olish kerak. Agar yengil darajalar bo'ladigan bo'lsa, deylik sizda birinchi yoki ikkinchi bosqich bo'ladigan bo'lsa, unda kasallikni ma'lum bir vaqtgacha sevichalar, mazlar bilan davolash mumkin. Lekin kasallik 3 va 4 bosqichga o'tib ketgan bo'lsa, unda hech qanaqa sevicha, maz, dori yo'qki, kasallikni shunchaki davolab yuboradi. Bunday holatlarda yechim faqat va faqat operatsiya bo'lishi mumkin. Shuning uchun og'ir holatlarga borib qolmaslik, ya'ni gemoroyni 4-darajagacha olib bormasdan uni tezroq operatsiya qildiradigan bo'lsangiz, 3-bosqichda, 2-bosqichda kasallikni lazer bilan operatsiya qilish mumkin. Kim uni qirqib, tugullarni olib tashlagandan ko'ra lazer более komfortli, og'riqlar kamroq, bemorning reabilitatsiyasi ertaroq bo'ladi. Sog'liqqa bee'tibor bo'lmayasizlar.